Xijolat chekishlik bu masalada otalar bir juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Mana endi xijolatchan, uyatchan bola, tortinchoq bola, oshiqcha tortinchoq bola o'zi tanimagan biror odamga borib dadil gapira olmaydi. Doim xijolat chekadi, tortinchoq. Bu kasallik birodarlar. O'z-o'zidan ma'lum, hayo bilan tortinchoq bo'lishning farqi bor. Hayo birodarlar iymondan. Hayo bu zo'r fazilat. Ammo uyatchan bo'ling, tortinchoq bo'lishlik, bo'ynini qisib olishligi bu bolalardagi bir nuqson hisoblanadi. Bolasini begona odam uyiga olib borsa, begona o'zi tanimagan odamlar orasida bola gapira olmaydi. Biror bir savolga ham javob bera olmaydi, salomlasha olmaydi, jur'ati yetmaydi. Bu otani qilgan xatosi. Bu uyatchanlik vaqtida davolanmasa, shu bola bilan birga ulg'ayadi. Shu holatda, shu uyatchanligi bilan ulg'ayadigan bo'lsa, katta bo'lganda ham jur'atsiz inson bo'ladi. Uyatchan bo'ladi. To'g'ri kelgan odam boshqarib ketaveradi. O'zini mustaqil fikri bo'lmaydi. O'rni kelganda yo'q deyishga quvvati yetmaydi. Chunki yurak shu bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. Chunki ota shunaqa qilib qo'ygan. So'kavergan, uravergan, bir ish qilsa, xato qilsa so'kavergan, hali bola xato qilmasdan jim turishlikni salomatlik deb biladi-da, ochqonni. Odam bo'lmaydi, gapiring, gapini qarab, mana qarab. Tuppa-tuzuk bolani aql qarab. Bilmay xato qildi, tuzatib qo'y shu narsani, ota. Agar sen bolangni ruhiy tarbiyasiga e'tibor bermasang, kim e'tibor beradi?